Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytadilar, zaminda ikki amon bor. Ikki amon Allohning azobidan inson uchun bor qo'yilgan. Birinchisi o'rtadan ketgan. Bu nima edi? Rasulullohning mavjudiyatlari, Rasululloh borliklari. Qismiki Alloh taolo Qur'on pokda aytadi: "Va ma kana Allohu liyu'azzibahum va anta fihim." Alloh san borlang deydi Alloh taolo aytar Rasuliga, men bularga azob bermayman, ya'ni ummatga. Bu kana o'rtadan ketdi. Rasululloh yo'q, dunyo ko'rni tark etdilar. Va ikkinchisi nimasi? "Va ma kana Allohu mu'azzibahum va hum yastaghfirun." Alloh taolo azob bermaydi kimga? U qavm, u to'ybeiki Allohga talab istig'for qiladilar. Istig'for ko'paytiradilar. Astagfirulloh, astagfirullahallazi la ilaha illa huval hayyul qayyum. Shunga o'xshash istig'forlarni ko'paytiradilar. Xususan mana shu oyga siz kelgan Zulhijja oyi. Mana bu ikkilanchisi qoldi 6 yo 7 ro'z. Shunda kam 5 ro'z qolgan. Shunda ibodat va marotib boshqa vaqtdan ko'rib. Shuning uchun bizlar istig'forni ko'paytiraylik, to'inki Allohning azobidan nijot topaylik.